Bu usulni nega oldinroq ko'rmadim? Mazasi kosmosku. Agar siz ham tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, bugundan qoldirmang. Men tayyor marinovka qilingan qiymadan foydalandim. Siz o'zingiz tayyorlashingizdan bo'ladi. Ikkita pergament qog'oz orasiga qiymani yupqa qilib yoyib, bir qavat qog'ozni olib tashlab, rulet qilib o'rab, duxovka listiga joylab pishirib olamiz. Zog'i 20 daqiqada tayyor bo'ladi. Bu orada ichiga nachinkasini tayyorlab olishga ulgurasiz. Sochni bo'lib xil-xil pishgan qiymamizni qog'ozdan ajratib, qo'lda bo'laklarga bo'lib olasiz. Lavash xamirini yoyib, slobada, mayonez va ketchuplaridan surtib, nachinkalar bilan to'ldirib, yaxshilab zich qilib o'rab, duxovkaga yana 10 daqiqaga jo'natasiz. Bu usul uyda toster yo'qlar uchun ayni muddao bo'ladi. Lekin listimni qarasam, kecha tovuq pishirilgandan keyin qolib ketgan ekan. Men darrovgina Babi super ochistitelini yordamga chaqirdim. Babidan solim ustida qaynoq shaqillab turgan suvni solib 5 daqiqa ivitgandim. Qo'l harakatlarisiz top-toza qilib berdi. Sizga ham albatta tavsiya qilaman. Voy, duxovkada pishirish shartmi desangiz, chunki duxovkada ustalari qarsildoq, ichlaridagi nachinkalari esa sochni bo'lib chiqadi. Qarsillanma lavashimiz tayyor. Bitta yeb ko'rdim, nega trend bo'lib ketganini tushundim.